Shohjahon Ergashevning navbatdagi jang sanasi ma'lum. U Sankt-Peterburgda ringga ko'tariladi. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, siz Shumbola TV kanalidasiz. Agarda kanalimizga birinchi bo'lsangiz, payt-pisatsa qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Avval xabar berganimizdek, professional bokschimiz mag'lubiyat sodimlayotgan charib qo'lqop ustamiz Shohjahon Ergashev ayni paytda Moskva shahrida bo'lib turibdi. Shohjahonning Olam Sport saytiga xabar berishicha, u navbatdagi jangini 21-sentyabr kuni Sankt-Peterburg shahrida o'tkazadi. 2-3 kun ichida uning raqibi ma'lum bo'ladi. Hozir muzokaraning so'nggi bosqichi davom etmoqda. Jang sanasi ma'lum, katta ehtimol bilan ertadan keyin raqib kim bo'lishini aytishadi. 21-sentyabr kuni mening promotorimdagi bokschimiz Bahrom Fozilov ham o'z jangini o'tkazadi. Mening jangim oqshomning markaziysi bo'ladi. Karal Knockout nomli boks kechasi taniqli promotor Zayaki Yunusov tomonidan tashkil etilyapti. Hozirda Moskvada o'z klubimda mashg'ulotlarni o'tkazyapman, dedi Shohjahon Ergashev. Ma'lumot uchun, Shohjahon Ergashev shu kungacha professional ringda 18 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Janglarning 16 tasida raqiblarini nokautga uchratgan. So'nggi jangini 18-yanvar kuni AQShning Iowa shtati Sloan shahrida meksikalik Adrian Estrelaga qarshi o'tkazib, 10 raundga mo'ljallangan jangning birinchi raunddayoq raqibini mag'lub etgan edi. Aziz yurtdoshlar, nima bo'lganda ham Shohjahon Ergashevga omad tilagan holda biz videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, oshigan qo'llaringiz bilan bir dona like bosing va kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Mana sizlarga va'da qilingan Lacetti rozыгрышini boshladik. Bizning rozыгрышimizda 5 ta sovrin qo'yilgan, 1000 rubl evaziga. 5talasidan birini siz yutib olishingiz mumkin. Birinchi sovrinimiz Lacetti bo'ladi, ikkinchi sovrinimiz xolodilnik, uchinchi sovrinimiz kir moshina, to'rtinchi sovrinimiz esa televizor va oxirgisi telefon Samsung A10 bo'ladi. 1000 rubl evaziga shularning birini egasi bo'lishingiz mumkin. Bu o'yinda qanday ishtirok etaman deyishingiz mumkin. Bu o'yinda ishtirok etish uchun mana siz Sberbank kartalarimizga 1000 rubl yuborasiz. Chekini mana shunday holda mana shu WhatsApp raqamimizga yuborasiz va sizni nomeringizni biz kechani 5 soat ichiga yuboramiz. Va biletlarimiz bugun tugasa ertaga o'yinni o'tkazib yuboramiz. Shuning uchun shoshiling, biletlarimiz cheklangan. 1000 rubl evaziga mana shunday Lacetti'ni egasi bo'lishingiz mumkin. O'z omadingizni sinab ko'ring. Bizda hammasi chestniy bo'ladi.